Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Davlat kadastrlar palatasi Surxondaryo viloyat boshqarmasining Sarosut tuman filiali tomonidan O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-avgustdagi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonun ijrosi doirasida olib borilayotgan xatlov ishlari va ularning amaliy natijalari haqida ma'lumot beramiz. Bugungi kunda Sarosut tumanida jami 8758 ta ko'chmas mulk obyektini xatlovdan o'tkazildi. Shundan 6564 ta obyekt bo'yicha ma'lumotlar Uzcard axborot tizimiga kiritildi. 4535 obyekt esa e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimida joylashtirildi va 1377 ta obyekt bo'yicha hujjatlar tegishli maxsus komissiyalar tomonidan belgilangan tartibda ko'rib chiqilmoqda. Bundan tashqari, Surxondaryo viloyat kengashi tomonidan 785 ta ko'chmas mulk obyektlariga nisbatan egalik huquqlari e'tirof etildi. Hurmatli yurtdoshlar, qonun ijrosi doirasida Sarosut tumanidagi barcha mahallalarda texnik xatlov ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Har bir mahalla yoki xonadon ushbu jarayonda chetda qolmaydi. Shu munosabat bilan fuqarolar va tadbirkorlardan xatlov ishlari olib borilayotgan davrda mutaxassislarda amaliy ko'mak berishingizni, xonadonlarda bo'lishlarini hamda zarur hujjatlarni taqdim etishlarini so'raymiz. Bu mulkiy huquqlarni qonuniy e'tirof etish va davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonida tezlashtirishda xizmat qiladi. Shuningdek, uyingizga tashrif buyurgan kadastr xodimini uning xizmat guvohnomasi, bejigi va maxsus xizmat kiyimini orqali aniqlashingiz mumkinligini eslatib o'tamiz. Soxta shaxslarga aldanmang. Bu ishlar amaldagi qonunlarga muvofiq mutlaqo bepul amalga oshiriladi. Mazkur jarayonda noqonuniy holatlarga duch kelganda kadastr agentligining 1097 qisqa ishonch telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, fuqarolar va tadbirkorlarga o'zlariga tegishli yer uchastkalari hamda ko'chmas mulkka oid hujjatlarni qayta ko'rib chiqib, mavjud kamchiliklar va muammolarni qonunchilikda belgilangan tartibda bartaraf etish va mulklarni davlat ro'yxatidan o'tkazishingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.